Assalomu alaykum ahli YouTube, yaxshimisizlar? Mana ki pomidorlarimiz alamina. Xudo xolasa pishish arafasida rang buzganlar bor. Barglar olyapmiz sekin-sekin. Pomidorlarimiz 7-pog'onaga borildi уже. Bugun erta chiqin qilamiz. Bir xil katta anaqalarga tagiga qog'oz qo'yib chiqdik. Shtobi yerga tegib irib yoki rang buzilmasligi uchun. Haligi tuxumni sudagi fleka dedik-ku, o'shani kesib qo'yib chiqamiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz. Pomidorlarimiz yaxshi. O'zi rang buzib boshlagan. Mana bu toqalarimiz. Atepiniga yaqin pomidorlar rang buzib boshlabdi o'zi. Tiqib qizili bor ekan, olib qo'ydim uni. Ketish yaxshi, xudoga shukr, zo'r. Mana rang buzganlar. Birikini qisab qo'yasizlar. Mana bu ham rang buzib turdi. Shu yerda ko'proq ataplarning atrofida ko'proq. Mana ki. Ko'p emas, ozgina qoldi o'zi. Nasib bo'lsa birinchi marta bu o'zi ham 5-6lardan bir terim qo'ramiz. Xudo xolasa, niyatimiz bor. Kun yaxshi, kecha bir yomg'ir yog'di, yana ochilib ketdi osmon. Yana quyosh bor. Quyosh bordan foydalanib yana barglar olyapmiz. Soya bo'lib qolganligi uchun. Pomidorlar ikkinchi pog'ona ham o'zi yetilib bo'libdi. Birinchi pog'ona. 4ta bir xil bo'libdi, maşallah. 6 tugun. Shuni ketavergan. Xudo xolasa terim boshlanadi. Terimdan ham keyin videolar qo'yib boraman sekin-sekin. Bu ham qisaribdi. Quyosh yaxshi tegsa, kun zo'r tegsa, o'sha joylar zo'r qizaryapti. Keyin ataplarning oldidagi pomidorlar ham qizaryapti. Xudo xolasa yangi ataplarni qilsam, u tarafimizga turbadan qilib ko'raman. Ancha foydali ekan. Issiqlik berar ekan ham. Shodalar katta, yirik hosil ham zo'r bo'lar ekan. Shamol aylanishi zo'r bo'lar ekan, ham pomidorga issiqlik borgani uchun, turbadagi issiqlik undan tepaga ko'tarilgani uchun yirik bo'lar ekan. Shuni sezdim. Yaqin nisbatan bu yoqda uncha emas. Bu yoq zo'r. Bu yerda quyosh zo'r tegagan joylar ekan, qarang, birdan qizarib qoldi. Mana ki pomidorlarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana 7 ko'ringan. Ikkita barg chiqarsa o'zib tashlaymiz. Qo'shib boraveribdi. Kuzatib borsizlar, yoqqan bo'lsa like bosinglar. Oddiygina paskina tiplisida aluminiyni yetishtirishga harakat qilyapmiz. Bez tushmagan bizda.
Ko'p o'sha pomidorlarni eshitdim. Termizda virusga uchrab, qanaqa bez paydo bo'libdi. Bezlab ketgan. Xudoga shukr, bitta ham bez yo'q bizda. To borismi, to virusmi degan virusda u bizda yo'q.